Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salommi? Yaxshi, rahmat. Biz ijtimoiy tarmoq Instagram sahifasi uchun blog yuritamiz. Shu mana shu Chorchinor to'g'risida ozgina ma'lumot bersangiz. Mayli. Urgutga birinchi islom dinini olib kelgan inson Xo'ja Abu Tolib, millatlari arab bo'lgan. Kelishdan maqsad islom dinini olib kelib, bu yerga 4 ta chinor ektirgan. Chorchinor degani 4 ta chinor. 4 tadan 121 dona tomirdan chiqqan chinor bor hozir. Bu inson 867-yil olamda o'tganlar. Bu kishidan keyin bergan Shayx Muhiddinxon Ishonbog' kelib, yerga masjidimizni qurganlar. Masjid qurgan inson o'zlari Madinai Munavvaraga, Baqiya qabristoniga borib o'sha yerga vafot qilganlar. Mana tepaga ikkita qabri bor, otalari Valixon Ishonbog', o'g'illari Qutbiddinxon Ishonbog', o'ng tomonga buloq bor. Buloq yerdan qaynab chiqib turibdi. Ichimlik suv, bog'dorchilik 3 ta mahallaga bo'linib ketyapti. Mana bu chinorga qaytib kelsak, bu chinorning yoshi 1163. Bu qariyb 12 asr. Balandligi 35 metr, aynalasi 29 metr. Oldin eshikchasi mana shu tomonda mayda eshikchasi bor edi. Odamlar qiynalib kirib chiqilaydi. Bu yerga bitta katta chinor bor edi. 98-yil qattiq shamol bo'lib, u tomonga sinib ber ochilib qoldi. O'zini yog'ochlardan qo'yib eshik qo'yilgan. Mana bu yerga 24 ta odam sig'adi. Kelgan odamlar ziyoratchilar bu yerga kelsa, biz tarixini tushuntirib beramiz. O'tganlarga bitta Qur'on o'qib duo qilamiz. Keyin bemalol aynalib mana bu yerga masjidimiz bor, tarafxonamiz bor, buloq bor deb tushuntiramiz, aynalarga ziyorat qilib ketganlar. Masalan, men sizga ozgina tarixdan tushuntirib berdim. Shu buloq boshidagi tosh 20-asr boshlari geologlar tomonidan olinganiga turgani rostmi? Ne bizga noma'lum endi, u bilmaymiz qachon nima bo'lganini. Shu oldin kelgan inson Xo'ja Abu Tolib oldin shu kelib o'sha buloqni ko'rgan. Ko'rgan paytga o'sha yerga bu buloqni biza chinor eksa agar bu buloqlar mana shunaqayin ko'p suvlar bilan taralib turgan paytga tortib oldin mana shu yerda qurilgan holatga bo'ladi deb ular olim olgan bu odam bo'lgan. Ular o'shani o'ylab ekkan. Chunki ana bu toshni belga rivoyat qilgan har qayerdan olib kelgan deb mana bu tabloga yo'q narsa uni ayta olmaymiz. Eshitmayman, aniqi yo'q unga. Tosh bor hozir o'sha yerda turibdi. Ko'p odamlar qiziqadi, o'shaning ichiga qaraydi, harakat qiladi. Ki Ka'batulloh aks ko'rinadi deb Alloh taolo Ka'batullohni yer yuziga bir joyga qilgan. Ikki joyga bo'la olmaydi. Shuning uchun biz tushuntirib beramiz. Mana shunday insonlarga sizlar agar o'shanga o'xshatsanglar, duo qilinglar Ka'batullohlarga, katta hajlarga hammamiz yetkazsin deb duo qilinglar deb tushuntirib beramiz. Yerga kelgan odamlarga tushuntiramiz, qabrdan madad so'rab bo'lmaydi, chinordan, toshdan, suvdan madad so'ramadi, faqat yaqin Allohdan so'ranglar deb tushuntirib beramiz. Tushuntirib berdim. Mayli, Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Alhamdulillahillazi atamana va saqana va ja'alana minal muslimin. Parvardigori umringizga, rizqingizga, xonadon zurriyotlaringizga nur barakalarni bergin. Allohim bu insonlarni ham katta hajlarga, umralarga yetkazgin. Allohim jannatingdan makon bergin, do'zaxingdan panoh bergin. O'tganlarga g'ariq rahmat, shoistek jannat qilgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmatga. Rahmat. Mayli.